Qadimgi tabobatda aytilishicha, limon sharbatining mijozi ikkinchi darajada sovuq, namlikda esa mo'tadil. U tomoq, og'iz shilliq qavatining yallig'lanishida, barcha bolalar kasalliklarda, zaharlanishlarda foydali. Limon sharbati yuzda qo'llanilganda allergiyani davolaydi, terini tozalaydi, quruq teriga foyda qiladi. Bir qism limon sharbatiga 2 qism asal aralashtirilib teriga surilsa, sepkil va dog'larni ketkazishga foyda qiladi. Ilmiy tibbiyotda limon sharbati antibakterial, antioksidant, og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Yuzda qo'llanilganda zamburug'larni o'ldiradi. Limon sharbati odatiy miqdorda ichilganda miyada qon aylanishini yaxshilaydi, aqliy qobiliyatni oshiradi. Sharbatni boshqa meva sharbatlari bilan boyitib ichilganda keksalikdagi aqliy qobiliyat buzilishini kamaytiradi. Limon sharbatining o'zini yoki anor sharbati bilan birga ichilganda xotira hajmini oshiradi, ayniqsa qisqa muddatli xotirani yaxshilaydi. Klinik tekshiruvlarda limon va beki sharbatidan tayyorlangan spreyni o'simlik changidan allergik riniti bo'lgan bemorlar burniga sepilganda kuchli antiallergik, ya'ni allergiyaga qarshi ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Sitruslilar, jumladan limon sharbati, oshqozon va qovoq saratonining oldini olishi aniqlangan. Limon sharbati ichish va piyoda yurish qon bosimini tushiradi. Limon sharbati bilan sarimsoq piyozni iste'mol qilish giperlipidemiyasi bor bemorlarda lipidlar, fibrinogen va arterial qon bosimini me'yorga keltiradi. Har qanday mahsulotni o'z mavsumida, me'yorda va mijozga mos iste'mol qilish lozimligini unutmang. Har qanday mahsulot me'yordan ortiq iste'mol qilinsa, teskari ta'sir ko'rsatadi. Ibn Sino aytishicha, nordon mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish tez qaritadi. Shunga o'xshash mazasi o'tkir va sho'r narsani ko'p yeyish ham me'daga zarar qiladi. Nordon mahsulotlar me'yorda qand miqdorini pasaytirsa, me'yordan oshganda qandli diabetga moyillikka olib kelishi mumkin. Nordon mahsulotlar, jumladan limonni ko'p iste'mol qilinganda qon siydikdagi pH muhiti o'zgaradi, ya'ni kislotalik muhit o'zgaradi. Glyukozaga tolerantlik oshadi. Bu o'z navbatida qonda qand miqdorining oshishi, ya'ni prediabet, qandli diabet oldi holatiga sabab bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun Telegram yoki Instagram kanalimga obuna bo'ling.